Kimgadir qora rang, kimgadir oq rang va yana kimgadir choko rang yoqadi. Bugun bizda sotuvda choko rangli Cobalt avtomobili 2022-yilda ishlab chiqarilgan, salondan bir qo'l haydalgan 4-paysa avtomat korobka, ABS litoy diski hamma narsalari bilan bosib o'tgan masofasi probegi 57 ming kilometr. Mashinamiz faqat benzinda yurgan, gaz umuman o'rnatilmagan, texnik holatlari prosta shikarniy holatda turibdi. Faqat haydash kerak tayyor mashina. 4 ta absolyutno yangi archa protektorli yumshoq balonlar taqib qo'yilgan. Kuzov tekis holatda 100% kraskasi top-toza, bamperlarigacha xohlagan ustiga bemalol tekshirtirib olishingiz mumkin. Xudo xolasa uyalib qolmaymiz. Salon qismi ham akkuratniy holatda turibdi. Plastmassalar matviy holatda, qirilib ketmagan, yaxshi chexol, yaxshi polik taqilgan. Rul holatini ko'rishingiz mumkin, hollari bilan turibdi. Yaxshi monitor o'rnatib qo'yilgan. Xullas, akkuratniy salon. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $10.300. Telefon raqamlarini video opisaniyasida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqanlar aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar.